Assalamu alaikum hürmetli görünmeliler. Dünya Uyghur Kurultayı Toru Televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Həmmanların bugünkü mübarək cümə günü xeyirlik bolsun. Aziz görünmeliler, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Növətdə Amerikada xizmət ziyaretida bo'lib atgan Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa Əpəndi Washingtonda bir qator muhim görüşlərdə bo'ldi. Aldınғы günü Dolqun Eysa Əpəndim Qurultay İcraiya Komitetining raisi Ömer Qanat va Qurultay Ayollar Komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim Amerika Davlat Majlisini ziyorat qilib, Davlat Majlisida Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelgan ba'zi majlis a'zolari va majlisning xizmatchi xodimlari bilan ko'rish elib berib, ularga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan minnatdorlik bildirish bilan birga muhojiratdagi Uyg'urlarning navbatda Amerika Davlat Majlisida ovozga qo'yilish oldida turgan Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasining tezroq ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanishini taqozolik bilan kutayotganligini ifoda qilishdi. Dolqun Eysa va Zumratay Erkin xonim yana kishilik huquqni ko'zitish tashkilotining Xitoy ishlari direktori, Uyg'ur xalqining qadrli va samimiy do'sti Sofiya Richardson xonim bilan ayrim ko'rish elib berib, uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini xalqaro sahnalarda kun tartibga ib kelishda ko'rsatgan zo'r tirishchanligiga alohida rahmat etish bilan birga, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Dünya Uyg'ur Qurultayi bilan kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti o'rtasida bundan keyin xalqaro siyosiy sahnalarda ilib beriladigan hamkorlik munosabatlari haqida tafsiliy muzokara elib bordi. Dolqun Eysa Əpəndimning bu qitimqa Amerika ziyarati 30 noyabr kuni Washingtonda o'tkazilgan Uyg'ur davosini uzun yillardan beri izchil holda qo'llab kelgan Amerika Davlatlik Demokratiyani ilgari surish fondi ND'ning sobiq raisi Karel Kirshman Əpəndining Uyg'ur davosiga qo'shgan to'pisiga minnatdorlik bildirish faoliyatiga qatnashishni asosiy maqsad qilgan bo'lib, Dünya Uyg'ur Qurultayi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati tashkilotining birlikda o'rinlashtirishi bilan o'tkazilgan Dolqun Eysa Əpəndimning ichilish nutqi bilan boshlangan mazkur faoliyatda kishilik huquqni ilgari surish fondi jamiyatining hozirgi raisi Damon Wilson, muavin raisi Barbara Hick, Amerikaning ayollar huquqi masalalari bo'yicha Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq sobiq elchisi Kelly Curry xonim, Kommunizm qurbonlari xotira fondi jamiyati boshlig'i Andrew Brimberg, Amerika Diniy erkinlik komiteti muavin raisi Nuri Turkal, Tayvan parlamenti kishilik huquq komiteti raisi O'rkash Davlat, Angliya Kengash palatasining a'zosi Nusrat G'ani, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi boshlig'i Ömer Qanat, Uyg'ur harakati tashkiloti raisi Roshan Abbas qatorliqlar so'z qilib, Karel Kirshman Əpəndining Uyg'ur davosiga qo'shgan to'pisiga yuqori baho bergan va uningga Uyg'ur to'ni kiydirilish orqali butun Sharq Turkiston xalqi nomidan minnatdorlik bildirilgan edi. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining Avam Palata a'zosi Maria Elvira Salazar xonim 2 dekabr kuni 10 dan ortiq boshqa palata a'zolari va kommunizm qurbonlari vakillari bilan birga Davlat Majlisi binosining oldida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, kommunizmning mohiyatini tonitish qonun loyihasini tonishtirdi. Mazkur qonun loyihasi haqida yozilgan tushuntirishdagi mazmunlarga qaraganda, Amerikada kommunizm ideologiyasi yoshlar orasida keng ko'lamda tarqalishga boshlagan. Bo'libmi 2020-yildagi xalq ra'yini sinash natijasidan ayon bo'lishicha, 2000-yildan keyin tug'ilgan yoshlarning 3 dan 1 qismining kommunizm ideyasiga moyilliqqa bog'liqi ma'lum bo'lgan. Kommunizmning mohiyatini tonitish qonun loyihasining asosliq maqsadiga mundaq izohat berilgan. Bu qonun loyihasi kommunizm qurbonlari xotira sariyi orqali ma'arif sohasini material bilan ta'minlaydi. Fondi jamiyat yana to'liq o'rta maktab o'quvchilariga kommunizm hamda mustabid tuzumning xavfi, shundaqla uning Amerikaning erkinlik va demokratiya asosiy prinsiplari bilan zidligi to'g'risida tarbiya berishga yordam beradi. Maria Elvira Salazar xonim mazkur qonun loyihasi haqida so'z qilib mundaq dedi: Biz bu yerga nihoyatda muhim bir vazifa uchun to'plandik. Biz o'quvchilarimizni tarbiyalashimiz kerak. Ular kommunizmning haqiqiy mohiyatini biladigan kelgusining egalari, atining rahbarlaridir. Bugun Davlat Majlisidagi 60 nafar majlis a'zolari bilan birga mushu vaqtdagi qonun loyihamizni tonishtirmoqchimiz. Mazkur qonun loyihasining temasini maktablarda kommunizmning mohiyatini tonitish qonun loyihasi deb bekitdik. Bu qonun loyihasi kelgusi avlodlarimizga kommunizmning haqiqiy mohiyatini tonitish uchun maktablarning o'qitish materiallarini tuzib chiqadi. Avlodlarimizga tragediyalarning haqiqiy yuzini tushuntirishga yordam beradi. Tarix allaqachon kommunizmning Amerikada bozor yo'q ekanligini isbotlagan. Bu intayin zarur bo'lgan dars. Men ular bilan birga bu qonun loyihasini sunganligimdan faxrlanaman. Maria xonim mazkur qonun loyihasini tonishtirgandan keyin kommunizm qurbonlari xotira sariyining raisi Andrew Brimberg Əpəndi kommunizmning ziyonkashligiga uchirg'uvchilarni aslab o'tib mundaq dedi: Bugungi kunda biz Xitoyda kommunizmning ziyonkashligiga uchrayotganlarga shohid bo'layotimiz.
Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa etnik guruhlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizyotadi. 21-asrdagi bugungi kunda 3 millionga yaqin Uyg'ur musulmonlar lagerlarda tutib turilyotadi. Uyg'ur ayollarining asosiy qismi majburiy tug'mas qilinyotadi. Uyg'ur erlari majburiy emgak selinyotadi. Amerika yoshlari asosan o'tmishdagi va kunimizdagi kommunistik rejimning tarixini bilmaydi. Millionlagan kishining kommunist rejimning qurbonlariga aylanganligini bilmaydi. Shunga kommunistlarning belgilari tushirilgan maykalarni moda deb kiyib yuradi. Amerikaliklar cho'qim kommunistik rejimning ziyonkashligini tonib yetishi kerak. Bugun tonishtirilgan bu qonun loyihasi Florida shtatida muvaffaqiyatli o'tdi. Buningdan keyin butun Florida shtatidagi to'liq o'rta maktab o'quvchilariga kommunizmning mohiyatini tonishtirdi. Biz yana boshqa 50 shtatning hammasida bu qonun loyihasini tonishtirib, butun amerikalik yoshlarga kommunizmning mohiyatini tonitishga kapolatlik qilishga tirishamiz. Mazkur qonun loyihasini tonishtirish axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashib so'z qilgan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos va Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq bosh taftishi Oblekim Idris apandi mundaq deb ko'rsatdi. Ma'arif demokratik jamiyatning uvusi. Biz o'z avlodlarimizga insoniyatning izzat hurmatini inkor qiladigan kommunizm ideologiyasining xatarini tonitishimiz kerak. Baya birim-birik apandi aytib o'tganidek, majburiy bola tushirish qatorliq ziyonkashliklarning qurboni bo'layotgan Uyg'ur ayollari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligidagi jang maydoni bo'lib qoldi. Xitoy Kompartiyasi diniy e'tiqodga va insoniyatga qarshi urush qilyotadi. Amerikada mening erkin fikr qilganligim uchun Adam doktor Gulshan Abbos va yo'ldoshimning tuqqanlarini Xitoy Kompartiyasi tutqun qildi. Erkin dunyoning kelgusi xalqaro jamiyatning zulmga qarshi turish irodasiga bog'liq. Biz keyingi avlodlarimiz uchun, bolalarimiz va navralarimiz varislik qiladigan insoniyatning kelgusi uchun o'tmishdagi dahshatlardan ibrat elishimiz kerak. Mazkur qonun loyihasining tushundirilishiga qaraganda, agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, kommunizm haqida to'liq o'rta maktab darsliklari tuziladi ekan. Vatanparvarlikdagi portret nomli yurishlik tarixiy kitoblar tayyorlanib, har qaysi shtatlar va yerlik ma'arif rahbarlarining tasdiqi bilan rasmiy darslik sifatida maktablarda o'qitiladi ekan. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasining ovozga qo'yilmayotganligini yana tanqidlagan. Senator Marco Rubioning Twitter'dagi rasmiy hisobidan tarqatilgan siniga qaraganda, u 1-dekabr kuni Amerika Davlat Majlisida qilgan so'zida o'zi bosh bo'lib tonishtirgan va ayni chog'da mayli demokratlar bo'lsin yoki jumhuriyatchilar bo'lsin, har ikki partiya a'zolarining to'liq qo'llashiga erishgan bu qonun loyihasining hozirgacha Avom palatada ovozga qo'yilmasligining o'zini hayron qoldirayotganligini aytgan. U mundaq degan: Uyg'ur musulmonlari oilalaridan judo qilinib qullardek majburiy emgakka selinyotadi. Ular diniy e'tiqodidan voz kechishga, ismini o'zgartirishga majburlanyotadi. Shundaqla majburiy tug'mas qilinyotadi. Bu qilmishlar oqilona holda irqiy qirg'inchilik deb ataldi. Buning bilan men Uyg'ur majburiy emgakiga qarshi turish qonun loyihasini tonishtirib, Uyg'urlarning majburiy emgakiga chetishlik har qanday mahsulotning Amerikaga kirishini cheklashni talab qildim. Bu loyiha to'liq ovoz bilan Kengash palatasidan o'tdi. Ammo Avom palatada ovozga qo'yilishni kutib yotadi. U bu loyiha xalqaroliq cho'ng shirkatlarning manfaatiga taqashganlikdan ularning buningga qarshi harakat qilayotganligi aniq bo'lsa-mu, ammo Avom palatasining hozirgacha buni ovozga qo'ymasligini tushunish qiyin deb ta'kidlagan. Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandimning istansimizga bildirishicha, navbatda Amerika Davlat Majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasi masalasida Amerika Avom palatasi bilan Kengash palatasining raislari birdek fikrga kelgan bo'lib, oldimizgi kunlarda mazkur qonun loyihasining Amerika Davlat Majlisida ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanish ehtimolligi nihoyatda yuqori ekan. Tonilgan tadqiqotchi Adrian Ziniz yaqinda Sharq Turkistonda yurgizilayotgan lager va majburiy emgak qatorliq inson qiylapidan chiqqan jinoyatlarning Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning bevosita yo'l yo'riqi bilan ijro qilinganligini isbotlab chiqqan edi. U Uyg'ur sud kollegiyasiga noma'lum bir shaxs tarafidan avatib berilgan Xitoyning mutlaq maxfiy hujjatlarini tadqiq qilish asosida yuqorqi yakunni chiqargan. Natijada Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikning Xitoy markaziy hukumatining bevosita planlashi va yetakchiligida ilib berilayotgan uzun muddatlik bir siyosiy strategiya ekanligi yanada oydinlashib zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat 1-dekabr kuni darhol bir axborot yig'ini ichib, Adrian Zinizni qattiq ayiblagan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumatning bayonotchisi Shu Gushang so'zida Xitoyga dushmanligi bilan tonilgan Adrian Ziniz ochiq-oshkora yolg'onchilik qildi. Munosabatlik tarmoqlarimiz bu saxta olimga qarata qonuniy harakat qo'llanadi degan. Adrian Ziniz Xitoyning yer shari vaqti gazeta qatorliq taratqularda o'ziga qarshi e'lon qilinayotgan yuqorqidagi hujumlarga javoban bu munosabatlik tarmoqlarning kimligiga qiziqyapman degan.
Ondan burun Xitoyning Sharq Turkistondagi ba'zi shirkatlari Adranzines Uyg'urlar majburiy emgak silinyapti degan bo'xtonni to'qib chiqib, atalmish Xinjiangda ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlarining chet elga eksport qilinishiga zo'r ziyon ib keldi degan sabab bilan Adranzines apandimning ustidan yerlik sotlarga sunganligini e'lon qilgan edi. Xitoy hukumatining o'tgan yildan buyon Sharq Turkiston miqyosida boshlatgan Adranzinesni kurash qilish harakati natijasida vatan ichidami Adranzines degan bu ismni bilmagan Uyg'ur qolmadi. Yevropa İttifaqı Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga taqobil turish maqsadi bilan 300 milliard yevroluq yangi mablag' selish planini yo'lga qo'ygan. Muhofizatchi gazetining xabar qilishicha, Yevropa İttifaqıning yer shari yo'li ul aslaha strategiyasi nomli mablag' plani Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali Osiyo, Afrika va Yevropadagi ta'sirini zo'raytishiga qarshi turishni maqsad qiladi ekan. Yevropa Komissiyonining raisi Ursula von xonim Yevropaning ul aslaha strategiyasini e'lon qilganda taraqqiy qilayotgan davlatlarda texnika va ommaviy mulozimatni ilgari suradigan bu strategiyasini Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidan a'lo degan. U yana bu mablag' planining dunyoning har qaysi joylaridagi ul aslaha taraqqiyoti, demokratik qimmat qarashi va ochiq oshkorlikni asos qiladigan ijobiy qurilish ekanligini bildirgan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali nomrod davlatlarga darajadan tashqari miqdorda qarz mablag'i berib, qarzni qaytarolmaganda bu davlatlarning muhim strategiyalik yerlarini elib olishi kuchli tanqidga uchrab kelayotgan edi. Nurg'un mutaxassislar bir balvoq bir yo'l qurilishini qarz qiltiqi qurilishi deb sifatlagan. Ursula xonim so'zida buni ishorat qilib turib, Xitoyning mablag'ini olgan davlatlar savoq oldi. Ular texmo yaxshi va farqli takliflarga ehtiyojli. Biz demokratik qimmat qarashlar asosidagi taklif bilan har qanday jiddiy xirisga taqobil turg'ili bo'ladiganligini ko'rsatamiz degan. Planga asosan Yevropa İttifaqı komiteti, Yevropa İttifaqıga a'zo 27 davlat va uning qarz berish organi bo'lgan Yevropa mablag' selish bankasi 2027-yilgacha ommaviy va xususiy mablag'da 300 milliard yevro mablag' jug'lashni nishon qiladigan bo'lib, ular yeshil hidrogen qurilishi, suv osti uchur to'ri va ma'arifga mablag' selishni o'z ichiga oladi ekan. Ko'rurmanlarimizga ma'lum bo'lganidek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 3-qitimliq isbot anglash yig'ini 27 noyabr shanba kuni Londonda muvaffaqiyatli holda chaqirilgan va Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandim sudning oxirgi hukmnomasini 12-oyning 9-kuni e'lon qiladiganligini jakarlagan edi. Muhojiratdagi Uyg'urlar hozirdan boshlab Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 12-oyning 9-kuni e'lon qiladigan hukmnomasini taqozolik bilan kutmoqda. Chet ellik kuzatuvchilarning, hatto Xitoy hokimiyatining diqqat e'tibori bu Uyg'ur sud kollegiyasining oldimizdagi chiqaradigan hukmiga markazlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining 2020-yil 9-oyda mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasining qurilishini tashabbus qilishdagi tub maqsadi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro qonun tartib va qonuniy asoslar bo'yicha to'liq dalillab chiqishdan iborat dedi. Uyg'ur sud qurilgandan buyon hozirga qadar jami 3 qitim isbot anglash yig'ini chaqirildi va bu jarayonda chet ellik va Sharq Turkistonliklardan bo'lib 70 dan ortiq kishi guvohlik berdi. Undaqda Uyg'ur sudiga hozirga qadar sunilgan arzlar va sudda berilgan guvohliklar Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qonuniy asoslar bo'yicha dalillab chiqish uchun yetarlikmi? Uyg'ur sudining qandoq bir hukm chiqarish ehtimolligi va bu savollarni ko'rgan asosda Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi va 36 yillik peshqadam jurnalist Farhod Yo'rinqosh apandimning bevosita riyosatchiligida va qurultayning muavin raislari doktor Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, qurultay qonun komitetining mudiri Mehmet To'xti, Markaziy Oslodagi Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Umar apandilarning qatnashida 12-oyning 4-kuni shanba Washington vaqti atigan soat 8da, Berlin vaqti soat 14da, Almuta vaqti soat 17da istansiyamiz tarafidan maxsus programma uyushtiriladi va suhbat programmasi istansiyamizning sizlar ko'rayotgan YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu muhim suhbatni qochirmang. Ondan boshqa yana 12-oyning 9-kuni London vaqti atigan soat 9da Londondagi sud o'tkazilgan Chor sarayida boshlanadigan va taxminan 2 soat davom qiladigan hukm e'lon qilish yig'inining amaliy ahvoli sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu tarixiy fursatni qochirmang va istansiyamizning YouTube sahifasiga tezdan obuna bo'lishni unutmang. Hurmatli ko'ruvchilar, Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr-xush.